Короче, obunachilar, hozir men sizlarga qanday qilib PUBG'ga modlar o'rnatishni o'rgatib tashlayman. Qaranglar. Birinchi bo'lib Telegram kiramiz. Telegramda o'zimning YouTube kanalim bor. Shuni kirasizlar, mana shu eksi fayl yuklash kerak. Yuklaymiz, kempdan chiqamiz. Suzuki bilan mana shunday ikkita narsa kerak. Mana sizlar dostupni bo'lish kerak. Yoki mana shu archiverni o'zida dataga kirish kerak. Dataga kirish kerak. Dataga kirgandan keyin fayl ochilish kerak. Fayl ochilgandan keyin to'liq kirsa, fayl ochilgan bo'lsa, u yaxshi, bo'lmasa ikkinchi videomda qanday qilib to'g'rilashni o'rgataman. Telegramni yuklagandan keyin to'g'riga kiramiz. Telegram mana bu ko'p belgilashmasa mana bu hamda chat global no silver shuni tanlaymiz. Shundan ustiga bosib turib solmoqni bosamiz. Chiqamiz. Ikki marta chiqishni bosib biz bu yerda Android data pastga tushamiz. Pastda bo'ladi. Pastda com.net degan PUBG Mobile o'zini dasturi bo'ladi. Shuni kiramiz. Fayl shuni tashlaymiz. Almashtirmoq bosamiz. Keyin chat ana shuni kirib bosganimizdan keyin bu yerga chiqarmoq turadi. Shuni bosamiz. Keyin yana bir marta bosishimiz to'g'ri keladi. Yana bir marta bosamiz. Keyin bizdan ma'lumot qilib so'raydi. Ana shuni bosib almashtirmoq bosamiz. Keyin pak firewall degan narsa bo'lishi kerak. Mana keyin shuni bosib qilib. Uni tayyorlabman. Mana uni tirish kerak. Bosib bu yerga chiqarmoq bosib almashtirmoq bosamiz. Keyin esa PUBG'ga kirishimiz kerak bo'ladi. PUBG'ga kiramiz. Yana bitta gap. PUBG'ga kirgandan keyin birdaniga o'z-o'zidan ishlab ketmaydi. Mashq maydoniga bitta kirib chiqish kerak bo'ladi. Mashq maydoniga kirib chiqish kerak bo'ladi. Nimaga deysizlar? Chunki aynan bam bermaydigan qilib ishlab chiqarilganda. Shuning uchun aynan shunaqa bo'ladi. Короче, buni kirishga ko'p vaqt ketib qoladi. Shuning uchun videoni salgina tezlashtirib o'rishim to'g'ri keladi, lekin videoni o'chirib qo'ysam yaxshi bo'ladi. Mana o'zi kiryapti. Videoni chopmasdan hammasini to'g'ri qilib ko'rsatib beryapman. Sizlar ham aynan 100% shunaqa qilib o'rnatsanglar 100% ishlaydi. Bu chitimizda 4.5 versiya uchun ishlab chiqarilgan. Bittada ishlab ketmasligi mumkin. Odamlar ko'rsatgan, kallasiga hajat beradigan aimbotlar o'rnatilgan. Skin hackhan. Görüşmek üzere. Ben bu başka bir son kombinasyon istiyorum. Başka bir kirishni bo'lsin. Hozir yaxshi ishlashni boshlayapti endi. Faron bo'ladi, varon bo'ladi. 81x hammasi bo'ladi. Missiya B missiya ham bo'ladi. Inferno bo'ladi, lednikka ham, короче, lednik shoot, moment hammasi bu. Jumping lednik variant Scarlet lednik yo'q. Lekin akemniki bu. Ani ko'rish mumkin. Jumani kirdi. Kirgandan keyin shuni qutadi.
Lobini bosib chiqamiz. Nimaga chiqyapsiz desam, chunki o'zizga haq narsalarimni qo'yganmiz. Agar siz data ochilmayotgan bo'lsa, keyingi videomda 100% datani ochishni o'rgataman. 2 so'm. Shoshmasdan jimgina indim. Короче, inventari boshlaymiz. Sabr qilamiz, sabr. Odatda ko'p hamma ekspert videoga hamma kaskasi bor. Bugun video ishlaydi. Ben beramiz. Nasıl? Sabır çok. Hamma narsa qarshi moshlagan. Moshlagan ishlaydi. Hamma narsa. Kapot keyin yo'lga kirishlar bo'ladi. Buni ko'tarish. Обычно har do'mga mashg'ulotni qilish kerak. Hech qancha ishlamaydi. İşlemadi. Anne nasıl? En üstü internal skill gösteriyor. Hamma narsa sizga Şut mükemmel, hamma narsa. Aynen, medleklerim lazım. İnsan doğrularını bunu kutlamış, normal. Yüzsüz işleydiğin narsa. Mutlaka parça ismi çıkıp gitti. Ustilarda kim ko'rinmaydi bu qo'yish mumkin, lekin miltiqlaring ko'rinadi, ustilaringda kim ko'rinmaydi bu qo'yish. Shuning uchun mashq maydoniga kirgandan keyin o'z ko'rsatamiz sizlarga. Daha 73% bo'ldi. 100% bo'ldi ekan kirgan. Da. Mashq maydoniga kiramiz, chunki üstüne kim ko'rmas bo'lsin. Hadokla ko'rishmiz. Kilchatlari ham chiqadi. Hamma x'lar ko'rdim. 3x miskin ko'rinyapti.
ko'rinmayapti. Bak öğretmen. Albatta break. Tek öz ölüş gereğiydi. Öz ko'rinmay qolsa ashna qolsa. Men ko'rmadim. Juda bug bo'lyapti. Короче, bu narsada hamma xayf. Masala qanday qilib chekib bosh narsalarni o'rgatishni короче o'rgatdim, mana ko'rishlaring mumkin. Va bu joyimiz tugadi.